Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz nafaqaxo'rlar va pensiya yoshiga yaqinlashib kelayotgan qadrli fuqarolar. Bugungi videomizda siz nafaqaxo'rlik tizimimizdagi jiddiy muammo, pensiya jamg'armasidagi ulkan taqchillik va ushbu vaziyat yuzasidan kutilayotgan islohotlar xavfi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Diqqat bilan tinglang va hayron qoling. Mamlakatimizning har bir keksa fuqarosi bilishi shart bo'lgan achchiq haqiqat yuzaga chiqmoqda. Pensiya pulingiz ertaga kamayib qolishi mumkinmi? Yo'q, bu shunchaki mishmish yoki asossiz vahima emas. Hukumatning o'zi ham ochiq tan olgan, bizning keksalik ta'minotimizga bevosita daxldor bo'lgan makroiqtisodiy muammo mavjud. Va bu muammo minglab, millionlab insonlarning tinchligini buzmoqda. Siz umringizni shu vatan uchun mehnat qilishga, qon ter to'kib ishlashga, oila boqishga, farzandlaringizga yorug' kelajak qurishga bag'ishladingiz. Har bir tongda quyosh chiqishi bilan turib, mehnat qurolini qo'lga oldingiz. Zavodda, dalada, o'qituvchilikda, shifokorlikda, injenerlikda yoki boshqa sohalarda qayerda bo'lmasin, vijdonan xizmat qildingiz. Siz nafaqat oilangiz uchun, balki butun jamiyatimizning rivoji uchun hissa qo'shdingiz. Har oy oyligingizdan davlat budjetiga o'z hissangizni, ya'ni soliqlarni to'ladingiz, davlatga ishondingiz, keksalik chog'ingizda munosib dam olishni, tinch hayot kechirishni orzu qildingiz. Sizning davlatingiz, sizning jamiyatimiz sizga gamxo'rlik qilishiga ishongandingiz. Ammo bugun mana shu yillik mashaqqatli mehnatingiz evaziga olishingiz kerak bo'lgan pensiyangiz atrofida shubha bulutlari paydo bo'lmoqda. Siz kabi minglab, millionlab fuqarolarimizning qalbida ertangi kunim qanday bo'ladi? Nafaqam kamayib qolmaydimi? Yillar davomida qilgan mehnatim zoyi ketmaydimi? Degan savollar girdobi aylanmoqda. Bu adolatdanmi? Siz bunaqa vaziyatga qanday qarab turibsiz? Iltimos, o'z tajribangizni, necha yildan beri pensiya olib kelayotganingizni, mehnat stajingizni va ushbu vaziyat haqidagi shaxsiy fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning ovozingiz, sizning hikoyangiz biz uchun juda muhim. Har bir fikr bu muammoning qanchalik jiddiy ekanligini anglashga yordam beradi. Ushbu kabi muhim ma'lumotlardan, pensiya qonunchiligidagi so'nggi o'zgarishlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish, huquqlaringizni to'liq himoya qilish va kelajakdagi noxush vaziyatlarga tayyor turish uchun kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Bu sizning pensiya ta'minotingizga oid har qanday yangilikni o'tkazib yubormasligingizni ta'minlaydi. Chunki biz faqatgina tasdiqlangan va ishonchli ma'lumotlarni sizga yetkazamiz. Yodingizda bo'lsa, avvallari pensiya tizimi nisbatan barqaror edi. Sovet davrida bu tizim butunlay boshqacha prinsip asosida ishlagan bo'lib, davlatning iqtisodiy rejasi doirasida markazlashgan holda boshqarilardi. Hatto mustaqillikning dastlabki 20-30 yili davomida ham, albatta, iqtisodiy qiyinchiliklar, inflyatsiya va boshqa muammolar bo'lgan bo'lsa-da, bugungidek keskinlik, pensiya jamg'armasidagi bunday ulkan taqchillik kuzatilmagan edi. Pensiya jamg'armasi asosan ishlovchi aholining ijtimoiy to'lovlari, ya'ni ularning ish haqidan ushlab qolinadigan soliqlar hisobidan shakllanardi. Bu solidar tizim deb atalar edi. Bugungi ishlovchilarning to'lovlari kechagi mehnat faxriylarining pensiyalarini qoplar edi. Bu oddiy va mantiqiy ko'rinardi. Yoshlar ishlaydi, keksalarni boqadi, keyin o'zlari keksayganda navbatdagi avlod ularni boqadi. Bu xalqimizning azaliy qadriyatlariga ham mos keladigan tizim edi. Kattalarni hurmat qilish, ularga gamxo'rlik qilish. Tizimning barqaror ishlashi uchun ishlovchi aholi soni nafaqaxo'rlar sonidan sezilarli darajada ko'p bo'lishi talab qilinardi. Biroq bugungi kunda rasmiy statistika shuni ko'rsatmoqdaki, pensiya jamg'armasining xarajatlari uning soliq tushumlaridan bir necha barobar, ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, hatto 2 yoki 3 barobar tez o'sib bormoqda. Tasavvur qiling, har yili davlat umumiy davlat budjetidan pensiya jamg'armasidagi ushbu nomutanosiblikni qoplash uchun trillionlab, ya'ni 3-4 trillion, ba'zan undan ham ko'proq so'm kabi ulkan mablag'larni ajratishga majbur bo'lmoqda. Bu shunchaki mayda raqamlar emas, balki butun mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan, barcha fuqarolarimizning hamyoniga bevosita daxl qiladigan ulkan summalar. Bu holat shuni anglatadiki, jamg'arma o'zini o'zi moliyalashtira olmayapti. U har yili sun'iy nafasga muhtoj bo'lib qolmoqda. Bu esa kelajak uchun katta xavf tug'diradi. Nima uchun bu muammo paydo bo'ldi? Bunga bir nechta sabablar mavjud. Birinchidan, demografik o'zgarishlar. Aholi umr ko'rish davomiyligi ortib bormoqda. Bu juda yaxshi holat, albatta.
Ammo bu bilan birga nafaqaxo'rlar soni ortib bormoqda, ishlayotgan, ya'ni pensiya fondiga hissa qo'shadigan yoshlar soni esa nisbatan kamaymoqda. Ikkinchidan, norasmiy iqtisodiyotning mavjudligi. Ko'plab odamlar rasman ishga joylashmasdan, qolgan ish haqi olib, pensiya fondiga to'lovlarni amalga oshirmaydi. Bu ham jamg'armaning daromad qismini sezilarli darajada kamaytiradi. Uchinchidan, iqtisodiyotdagi ba'zi nomutanosibliklar va pensiya tizimining o'zida mavjud bo'lgan kamchiliklar ham bu muammoga sabab bo'lmoqda. Pensiya miqdori ko'pincha real iqtisodiy o'sishga mos kelmasligi yoki turli imtiyozlar tizimi jamg'armaga qo'shimcha yuk bo'lishi mumkin. Mahalliy iqtisodchilar va xalqaro ekspertlar ochiqchasiga shuni ta'kidlashmoqdaki, qattiq va ehtimol aholi orasida unchalik mashhur bo'lmaydigan islohotlarsiz mavjud pensiya tizimi uzoqqa bormaydi. Ular pensiya yoshini oshirish, pensiya hisoblash formulalarini o'zgartirish, imtiyozlarni qayta ko'rib chiqish kabi choralarni taklif qilishmoqda. Bu so'zlar nafaqaxo'rlarda va pensiya yoshiga yaqinlashgan insonlarda doimiy xavotir uyg'otmoqda. Ular imtiyozlarning bekor qilinishi, qo'shimcha to'lovlarning qisqarishi yoki pensiya hisoblash formulalarining ular foydasiga emas, balki teskarisiga o'zgartirilmasligidan xavotirda. Har bir kishi o'zining kelajagi haqida qayg'uradi, ayniqsa hayotining eng zaif davrida, keksaygan chog'ida. O'zbekistonda bugun ham ko'plab keksa yoshdagi fuqarolarimiz o'z pensiya pullariga umid bog'lab yashashadi. Har bir so'm, har bir tiyin ular uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun bu kabi xavotirlar bejiz emas. Asosan barcha nafaqaxo'rlar muayyan xavf ostida. Lekin ayniqsa turli imtiyozlar, maxsus qo'shimcha to'lovlar yoki murakkab hisoblash formulalari asosida pensiya oladigan fuqarolarimiz ko'proq xavotirda bo'lishlari mumkin. Chunki islohotlar asosan mana shu murakkab qismlarga, ya'ni tizimning zaif nuqtalariga qaratilishi ehtimoli bor. Masalan, harbiy pensiyalar, nogironlik pensiyalari yoki maxsus xizmatlari uchun beriladigan pensiyalar kabi. Bu kabi pensiya turlari odatda oddiy mehnat pensiyalariga nisbatan murakkabroq qoidalar asosida shakllanadi va ularga tegishli o'zgarishlar kiritish nisbatan osonroq ko'rinishi mumkin, chunki ular umumiy qoidalarga kirmaydi. Biroq bu har qanday holatda ham bu toifadagi fuqarolarimiz uchun adolatsizlikka olib kelmasligi kerak. Biz har bir fuqaroning huquqini himoya qilishga intilishimiz lozim. Boshqa tomondan ba'zi kategoriyalar uchun pensiya oshirilishi ham mumkin. Bu asosan adolat tamoyilini tiklash, ya'ni pensiya miqdori uzoq yillar davomida to'langan soliqlar va o'rtacha ish haqi darajasiga mutanosib bo'lmagan holatlarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Ko'pincha eng kam pensiya oladigan fuqarolarimizning pensiyalarini minimal iste'mol savati yoki qashshoqlik chegarasi darajasiga ko'tarish haqida takliflar yangraydi. Bu ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan harakat bo'ladi va shubhasiz, ko'plab ehtiyojmand oilalar uchun katta yordam bo'ladi. Ammo bunday oshirishlar ham butun tizimning barqarorligiga qanchalik ta'sir qilishi alohida masala, chunki bu ham jamg'armadan qo'shimcha mablag' talab qiladi. Pensiya bu shunchaki pul emas. Bu insonning hayotining oltin davri, yillar davomida to'plagan tajribasi va mehnati evaziga beriladigan hurmat va munosib yashash imkoniyatidir. Keksalik bu tinchlik, xotirjamlik va o'z nabiralari bilan vaqt o'tkazish, farzandlarning baxtidan quvonish davri bo'lishi kerak. Afsuski, bugungi kunda ko'plab keksa yoshdagi fuqarolarimiz bu imkoniyatdan mahrum. Ular har kuni o'z pensiyalari uchun kurashga, har bir tiyinni tejashga, gohida qo'shimcha daromad topishga majbur bo'lishmoqda. Bu achinarli holat. Biz hammamiz bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishimiz, davlatning fuqarolarga nisbatan ijtimoiy majburiyatlarini eslatishimiz kerak. Axir mamlakatning kuchi uning fuqarolariga, ayniqsa keksalarga bo'lgan g'amxo'rligi bilan belgilanadi. Sizningcha pensiya tizimidagi bu defitsitni qanday yo'l bilan bartaraf etish mumkin? Qanday islohotlar adolatli bo'ladi deb hisoblaysiz? Yoki sizning pensiya tizimidan kutganlaringiz qanday? Ehtimol, sizning shaxsiy tajribangizga asoslangan takliflaringiz barchamiz uchun muhim yechim bo'lib xizmat qilar. Jamiyatimizda bu masalada turli xil fikrlar mavjud. Ba'zilar pensiya yoshini oshirish kerak desa, boshqalar ish beruvchilar va ishchilardan to'lovlarni oshirishni taklif qiladi. Ayrimlar esa davlat budjetidan ajratiladigan mablag'larni yanada ko'paytirish kerak deb hisoblaydi. Siz qaysi fikrga qo'shilasiz? Yoki sizda umuman yangicha yondashuv bormi? O'z fikrlaringizni sharhlarda kutib qolamiz. Sizning har bir izohingiz bu muhim masalani chuqurroq anglashga yordam beradi.
Xo'sh, bu murakkab vaziyatda oddiy fuqaro, ya'ni siz nima qilishingiz kerak? Qanday yo'l tutsangiz, o'zingizni va oilangizni bu kutilayotgan o'zgarishlar zarbasidan himoya qila olasiz? Sizlarga bir nechta muhim tavsiyalar berishni xohlar edim. Birinchidan va eng muhimi, huquqiy savodxonlikni oshirish, o'z huquqlaringizni bilish, bu sizning eng kuchli qurolingizdir. Pensiya qonunchiligidagi har bir yangilikni, har bir o'zgarishni muntazam ravishda kuzatib boring. Imkon qadar qonun hujjatlarining rasmiy manbalarini, masalan, huquqiy ma'lumotlar bazalarini yoki davlat organlarining rasmiy veb-saytlarini o'qing. Pensiya tayinlash tartibi, hisoblash formulalari, mavjud imtiyozlar va ularning o'zgarishi haqidagi ma'lumotlarni o'rganing. Agarda tushunmagan joylaringiz bo'lsa, mutaxassislardan, pensiya masalalari bo'yicha huquqshunoslardan yoki pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan yordam so'rang. Bizning kanalimiz ham sizga bu borada muntazam ravishda axborot berishga va savollaringizga javob berishga intiladi. Bu sizga kutilmagan vaziyatlarda o'z huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Ikkinchidan, moliyaviy rejalashtirishga jiddiy e'tibor bering. Hatto pensiya yoshida bo'lsangiz ham, qo'shimcha daromad manbalarini izlash, kichik biznes bilan shug'ullanish, mablag'laringizni oqilona boshqarish bo'yicha imkoniyatlarni ko'rib chiqing. Bu, masalan, sevimli mashg'ulotingizni daromad manbaiga aylantirish, onlayn xizmatlar ko'rsatish yoki qishloq xo'jaligida kichik chorvachilik yoxud dehqonchilik bilan shug'ullanish bo'lishi mumkin. Kichik bo'lsa ham jamg'arma yaratishga harakat qiling. Har oy ozgina mablag'ni chetga olib qo'yishga intiling. Bu kutilmagan vaziyatlarda, masalan, pensiyangiz miqdori o'zgarganda yoki kutilmagan xarajatlar yuzaga kelganda sizga qo'shimcha xavfsizlik kafolatini beradi. Moliyaviy maslahatchilar bilan suhbatlashish ham foydali bo'lishi mumkin. Uchinchidan, yolg'iz qolmaslikka harakat qiling. Jamoaviy harakat muhim. Pensiya masalalari bilan bog'liq ijtimoiy guruhlarga qo'shiling, muhokamalarda ishtirok eting. Internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda yoki mahalla yig'inlarida bu masalalarni muhokama qiling. Birgalikda harakat qilish, o'z fikrlaringizni davlat organlariga, deputatlarga, mahalliy kengashlarga yetkazish imkoniyatlari har doim mavjud. Fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlari orqali o'z ovozingizni eshittirishga harakat qiling. Unutmang, jamoaviy murojaatlar, yuzlab yoki minglab fuqarolar tomonidan qo'llab-quvvatlangan petitsiyalar individual murojaatlardan ko'ra ancha kuchliroq bo'ladi va ularga e'tibor berish ehtimoli yuqori. To'rtinchidan, mishmishlarga emas, balki faqat rasmiy manbalardan tarqatiladigan ma'lumotlarga ishoning. Hukumatning rasmiy bayonotlari, Oliy Majlis qarorlari, Vazirlar Mahkamasining farmonlari, pensiya jamg'armasi saytidagi yangiliklar va tasdiqlangan qonun hujjatlariga e'tibor bering. Telegram kanallarda yoki qo'shnilar orasida tarqaladigan asossiz mishmishlar ko'pincha yolg'on bo'lib, sizda asossiz xavotirni keltirib chiqarishi mumkin. Doimo tekshirilgan ma'lumotlarga tayaning va ma'lumot manbasini tekshirishni odat qiling. Bu sizni keraksiz stressdan xalos qiladi. Beshinchidan, agar pensiyangizni hisoblashda yoki uning miqdorida shubhalar paydo bo'lsa, darhol huquqshunos yoki pensiya masalalari bo'yicha mutaxassisga murojaat qiling. Ba'zida kichik xatoliklar ham, noto'g'ri hujjatlar taqdim etilishi yoki pensiya jamg'armasi xodimlarining insoniy omili tufayli yuzaga kelgan xatolar ham pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'z huquqlaringizni himoya qilishda faol bo'ling, tortinmang, o'z haqqingizni talab qiling. Sizga tegishli bo'lgan har bir so'm uchun kurashing. Mutaxassislar sizga hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish, shikoyatlar yozish va hatto sud orqali o'z haqqingizni talab qilishda yordam bera oladilar. Ko'rib turganingizdek, pensiya jamg'armasidagi defitsit bu shunchaki iqtisodiy raqamlar yig'indisi emas, balki har birimizning kelajagimizga, keksalik hayotimizga bevosita ta'sir ko'rsatadigan jiddiy muammo. Bu muammo shunday darajaga yetdiki, davlat har yili umumiy budjetdan o'zining asosiy majburiyatlaridan birini, ya'ni keksa fuqarolarga pensiya to'lash majburiyatini bajarish uchun ulkan mablag'larni yo'naltirishga majbur bo'lmoqda. Va bu vaziyat iqtisodchilarning ogohlantirishicha doimiy bo'la olmaydi. Bu shubhasiz qachondir tizimni qayta ko'rib chiqishga, yana qattiq va ehtimol ko'pchilikka yoqmaydigan islohotlarga olib keladi. Endi videomizning boshida aytgan savolga qaytsak, pensiya pulingiz ertaga kamayib qolishi mumkinmi? Hozircha aniq biror narsa deya olmaymiz. Ammo shu aniqki, tizimda jiddiy o'zgarishlar ehtimoli yuqori. Shunday ekan, sizningcha davlat o'z fuqarolariga bergan keksalik va'dalarini qanday bajarish kerak?
Bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Shunda ham fuqarolar jabr ko'rmaydi, ham pensiya tizimi barqaror bo'ladi. Adolatli yechim nima? Oz javoblaringizni va takliflaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Sizning ovozingiz biz uchun eng qimmatli manba. Biz barchangizni izohlarda kutib qolamiz. Hurmat bilan Pensiya huquqlari bo'yicha yurist kanali. Ozingizni asrang.